2026-yilda uyga asfalt qilish narxlarini yoritib beramiz. Ko'rib turgan xonadonlaringda 1 kvadratini 70 mingdan 60 ming so'mgacha hovlini holatiga qarab qilib beryapti. Aytilgan narxlar vodiyning ichiga amal qilar ekan. Nima uchun asfalt qildiryapsiz desangiz, bu akamiz aytayapti, bu qishli kunida ayolim yiqilib tushmaydi, hamda har kuni kafelga o'xshab artavermaydi deyapti. Juda ham zo'r tomonlari bor ekan. Eng zo'r tomoni aytganimizdek qishda muzlab qolmaydi, ya'ni 10 yil garantiya berar ekan akalarimiz. Xo'p, Ravon yo'llari brend ostida akalarimiz kelib uyingizga kvadratiga qarab aytilgan narxlarda qilib berar ekan. Farg'ona bo'yicha aytilgan narxlar amal qiladi. Uzoq yillarga oz-moz narx qo'shilib qolishi mumkin. Kimga mana shunday sifatli asfalt xizmat kerak bo'lsa, ekran ostida nomerlar bo'ladi. Bemalol bog'lanib olsa, eng zo'rdan bo'ladi. Mayligini ko'ryapsizlar. Qalinligi 5 sm gacha bo'lar ekan. Bundan qalin ham qildirish mumkin, faqat narx qo'shilib qolar ekan. Bizning kanalda nomini aytinglar. Yana ham zo'r chegirma qilib beradi. Manzil Namanganning Chortog'idan bo'lyapti. Bemalol zakaz qilsalaring bo'ladi. Bundan bitta bosiradigan bo'lsangiz, aytganimizdek maza qilib o'zingizam yashaysiz, sog' bo'lasiz.